Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Bu meni YouTube'ga birinchi videoyim. Bu kanalim aslida Janubiy Koreyadagi student hayoti va tajribalari, boshdan o'tayotgan narsalar haqida gapirib va video qilib boraman. Bugungi videoda sizlarga Janubiy Koreyaga til kursiga kelgan o'quvchining boshdan o'tayotgan narsalar haqida gapirib beraman. Masalan, men 2026-yil fevral oyining oxirlarida Janubiy Koreyaga kirib kelganman til kursiga. Bahorgi semestrga kirib kelganman. Til kursiga birinchi kelganimda juda katta depressiyaga bo'lgan. Aeroportda o'zida shunday bo'lganda, aeroportda o'zida bizni hech kim kutib olmagan. Konsaltingni o'zlari kutib oladi, o'zlari topadi, o'zlari yordam beradi, yotoqxonagacha olib borib qo'yadi degan xayol bo'lgan. Lekin aeroportga kelsak hech kim kutib olmagan. U narsalarni aytib sizlarni boshlarini qotirmoqchi emasman. Bu gapimda maslahatim, konsaltingda ishonchlisini tanlanglar va menga o'xshab aldanib qolmanglar. Masalan, ularga talab qo'yinglar. Bizni borganda kim kutib oladi u yoqda? Biz u yoqni bilmaymiz. Kim uy topishga yordam beradi? Kim masalan o'qishimizga birinchi kuni kim olib borib qo'yadi? Kim kutib oladi o'qishimizda? Va o'qishimizni bakalavrga til kursini tugatib bakalavrga ko'chirishda kim yordam beradi? O'sha narsalarni qattiq talab qo'yinglar. U konsaltinglar ko'p masalan vizasiz chiqarib beradi, o'zlari ketib e'tibor bermaydi shuncha o'quvchining ichida. U konsalting masalan har semestrda 50 ta 60 ta o'quvchi jo'natadiganlar ham bor. Ba'zi ko'pashina shunday jo'natadi. Endi talabga qarabda. Masalan, shunday talab qo'yinglar, o'zlari kelishib ishonchlisini tanlanglar. Masalan, til kursiga kelganda eng Janubiy Koreyadagi masalan o'zimizda qishloqcha jaydar tilda tushuntirganda kam ta'minlangan viza turidagi o'quvchilar bu D4 til kursiga kelgan o'quvchilarni hisoblayman. Masalan, o'zimda ham shunday ko'pchiligi shunday dedi. Til kursidagilar nimasi qiyin deysizlar? Haftada 5 kun, ba'zi universitetlarda 4 kun bo'ladi. U haftada ishlash imkoniyati kamda. Masalan, o'zini masalan bakalavr ba'zi bolalar bor. Masalan, o'zimning tanishlarim orasida ham bor, ota-onasi o'sha til kursidan bakalavrga o'tguncha o'zim qo'llab-quvvatlayman. Moddiy tomonlama, pul tomonlama 6 oy o'qisin, 6 oy har oy masalan xarajatlaringga pul chiqarib beraman. Bakalavrga o'tishingga ham, kontraktingga, undan keyin firma to'lov, xullas hamma narsalarga o'zim pul jo'natib beraman degan ota-onalarim bor-da. Masalan, ko'pchilikning ota-onasi shunday emas-da. Masalan, hammaning sharoiti har xil. Shuni masalan ko'p o'quvchilarda masalan muammosi til kursiga kelib oladida ishlashim kerak deydi, lekin o'qish haftada 5 kun. Bu qanday ishlaydi? Masalan, Janubiy Koreyada tekpa ishi bor, studentlarning oxirgi tanlovida ish topilmasa eng oxirgi varianti bu tekpa ishi bo'ladi. U tekpa ish qanday? Masalan, O'zbekistondagi Uzum marketning logistika ombori haqida eshitgansizlar. Bu logistika ombori masalan Janubiy Koreyada ko'plab bu tekpa ishlar, bu Daejeon CG tekpa, Cheongju CG tekpa, Gonjam CG tekpa va hokazo. Bu tekpa ishlar bu. U tekpalarga masalan borasizlar. Masalan, bu o'zbeklar qanaqa ishga qo'yadi? Masalan, konteynerdan yuk tushirasizlar, korobkalar bo'ladi, katta-katta, og'ir, ba'zilari yengil bo'ladi. O'shalarni yuk tushirasizlar, lentaga qo'yib olasizlar va yuklaysizlar. Shunday bo'ladi. O'zlari bo'lsa ko'plari kalislarning lentada turadi. U oson, lentada turish. O'zim ham ishlab ko'rganman. Shunday. Masalan, ko'p masalan samushilga chiqib ish olsang bo'lmaydimi? Masalan, Janubiy Koreyada ish beradigan ofislar bor-da, Injak Samushil deydi. O'sha joylarga chiqib olsang bo'lmaydi. To'g'ri, olsang bo'ladi, lekin u davomatimiz bor. Til kursida har 3 oyda bir yangilanib turadi davomat. 100% bo'ladi 3 oyda bir. Masalan, birinchi kelganda 3 oyda bir 100% bo'lgan. Har masalan bir kunda 4 soat dars bo'ladi til kursida. U 4 soat masalan bir kun bormasangiz darsga 2% davomat tushadi. 100% bo'lsa 98 bo'lib qoladi. 2% tushadi. Uni 70% dan tushirib olmaslik kerak davomatni. Masalan 70% dan tushirib olsangiz u immigratsiyada muammo bo'ladi. Masalan, DKga o'tayotganingizda yo boshqa vizaga o'tayotganingizda muammo bo'ladi. Nimasi muammo bo'ladi? Chunki bu ancha darsga bormagan ekan. Endi bu ko'proq ishlaydi yo boshqa maqsadi deb o'ylab viza bermaslik ehtimoli bor. Ko'proq desa ham bo'ladi. Shuning uchun davomatni 70% gacha ushlashni maslahat beraman. 70% dan tushirib olsanglar muammo bo'ladi. Endi ba'zi bolalar bor 70% dan tushirib olgan, lekin o'sha universitetni o'ziga qilmoqchi bo'lganlar endi oladi.
o'zini universitet til kursiga kelgan universitetini o'ziga bakalavriga ham ko'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Unda sal eplasa bo'ladi. Uni ham yo'llari bor. Masalan, til kursiga kelgan masalan men o'zim boshida 3 oyda rosa qiynalganman. Masalan, yo'llarni bilmasdim. O'zim shahrim masalan Chorlon shahrida yashayman, Janubiy Koreyani. U Chorlon shahri masalan yo'llarni bilmasdim, qaysi avtobusga chiqishini bilmasdim, ko'p adashib qolasdim. Masalan, 2-semestrda masalan kelganimga 4-oy ketayotgan ancha bemalol bo'lib qoldim, yo'llarni bilib oldim, qaysi shaharlarga qayerga borishdi. Xullas, ancha transport tizimini o'rganib bemalol bo'lib qoldim. Shunday. Masalan, qancha uzoq yashasangiz shunchalik shaharni bilib, davlatni bilib, madaniyatlarini bilib borasiz ekanda. Masalan, til kursiga kelganda ko'p o'quvchilar masalan ishlab, masalan, men ham O'zbekistonga Janubiy Koreyaga kelishimdan oldin O'zbekistondaligimda borib turib haftada 3 kun ishlasam, masalan 150 ming wondan oyiga haftasiga 450 ming won, 450 ming won masalan 50 ming wonni xarajatlarimga chiqarib tashlasam ham 400 ming won bo'lar ekan. Deb yurasizda, masalan. Kesam unday emasda. Tekpaga masalan o'zingizdan topib chiqib ketolmaysizda. Masalan, o'zbeklar ishga olib chiqadi o'zi katta tekpa bilan tekpa sajangi boshlig'i bilan masalan men senga odam qilib beraman, sen menga pulni berasan, men bolalarga topib beraman deydi. O'zbeklar ham ustidan yetdi, tekpaga olib chiqib, tekpada o'ta ko'p edi. Tekpada aldanganlar ham bor, bolalar pulni ola olmay yurganlar ham bor. Masalan, men ham o'zim ham pulimni ola olmay yurib turib, oxiri 15 kun deganda oldim pulimni tekpada. Shunday. Lekin ishonch tekpaga chiqaradigan o'zbeklarning ishonchisini tanlanglar deb maslahat beraman. Masalan, Janubiy Koreyada til kursida eng achinarlisi bolalar haftada 5 kun ham bakalavriya kontraktga pul qilishi kerak, ham o'zini qorniga bu yerda ham yashashga arzon emas O'zbekistonda. Shunday. Masalan, kelmoqchi bo'lganlar masalan ozroq o'qib topik bir oldingizmi, shashilmang, topik 1 bilan to'g'ri til kursiga kelsa bo'ladi. Masalan, 120 balldan yuqori bo'lsa til kursiga eplab kelsa bo'ladi. Jicha topik 1da jicha sabr qilib, yana 6 oy o'qing, yana 6 oy sabr qiling. Maktabni bitirib kelmang, menga o'xshab. Maktabni bitirib olib, shashilib qayerga borasiz? Masalan, O'zbekistonda ham ko'p bolalar yuradi-da. Shuning uchun 6 oy yana jicha sabr qilib, uydalarga tushuntiring. Nima qilasan endi, suda deb gapirsa, tushuntiring. Masalan, 6 oy yana jicha o'qing. U yoqqa borib turib, masalan, bakalavriga borsam yo kasbiy ta'limga borsam, haftada 1 kun yo 2 kun bo'ladi o'qishim. Undan keyin qolgan kunlar ishlash imkoniyatim bo'ladi. Keyin kelmoqchi bo'lganlar, iltimos, maragi u gaplashishni kuchaytirib kelinglar, gaplash, muloqotni. Masalan, men o'zimdan misol keltiraman-da bu videoda sizlarga. Masalan, yetyot begona emas, masalan, o'zimdan gaplashishni, masalan, koreys tilini gaplash, maragini kuchaytirib kelinglar. Shunday kam bo'lmaysizlar. Masalan, samushil ish beradigan ofislarga chiqsanglar, o'zlari gaplashib, mana shunaqa men har kuni chiqaman ishga, menga har kuni bering, haftada 1 kun o'qishim bor xolos, o'sha kuni chiqolmayman xolos. Har kuni bersiz, masalan, har kuni ishlashga tayyorman, siz ular ham beradi. Har kunlik ishchimiz, doim ishchi bo'lib qoladi, bu deb turib, ularga ham kerak beradi. Shuning uchun tilni o'zingizlar gapirsanglar, masalan, u gapirmasdan sal dudulanib, o'z uyda yotlab kelib turib, samushilga, sajanga chiqib, shunaqa deb dudulanib gapirsa, ular ham biladi karischani bilmasligingizni. Masalan, karischani borganingizda masalan ish berishdan oldin qanchalik bilasan desa, masalan men cho'kimaraso deganman-da, u cho'kimaraso degan biroz bilaman xolos deganman, u degan o'ylanib qolgan. Shundan keyin bermagan-da, masalan yonimdagi kishiga bergan, bolaga bergan, u yaxshi bilar ekan, ancha bemalol muloqot qilgan. Bitta ko'pchilik tilga qaraydi-da, tilni bilsangiz masalan kam bo'lmaysiz ekan. Chet elda masalan qaysi davlatga bormoqchimisiz, o'sha davlatning tilini mukammal o'rganib kelishni tavsiya qilaman. To'g'ri, kelganimga hech qancha o'rgan yo'q, lekin boshimdan o'tgan narsalar hozir yoshim 19 bo'lsa, miyam bo'lsa 25-30 hisoblayman. Chunki shundayda, masalan, Janubiy Koreyaga kelganingizdan keyin hamma qarindoshlar bu endi pul jo'natadi, yorvoradi, pul uyiga masalan oyiga 3 ming olsa ham o'ylaydi-da. Endi vali bu nimaga masalan chet elga chiqqan o'zbek bola qarindoshlar tomonidan masalan pul topadi, daromad qilib bizni boy qilib yuboradi. Ota-onasi ham shundayda, ba'zi ota-onalar topadi kattalik, masalan oyiga 3 mingdan topsa ham
10 yilda o'quv bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Nimaga unaqa? Nimaga biz O'zbekistonda ota-onalar va qarindoshlar unaqa? Masalan, meni o'z qarindoshlarim ham telefon qilganda, ham mazah qilib yuribsan-a, aylanib sayohat qilib. Endi nima qilaman? Qiynalayotganlarimni ularga ayta olmayman-ku. Qiynalayotganlarim. Masalan, menga ham Tekpeda hozir reyd qattiq bo'lyapti, Tekpe va boshqa ishlarda. Tekpeda keyin dastavkada ishlayotgan o'zbeklarda, keyin besprava haydab yurgan mashina o'zbeklar, shularni qattiq reyd bo'lyapti, jarimalar kelyapti. Masalan, Tekpeda ishlayotgan, masalan, yaqinda keldi, menga o'zimga ham keldi-da jarima. Endi jarima emas, immigratsiyadan chaqiruv qog'oz keldi. Universitetimizga immigratsiya o'z xodimlari kelib, tushuntirish ishlarini olib borib turib, 14-iyul kuni maksimum 2 million won oladilar, shu won. U dollarda degani juda ma'lumda. Dollarda xullas shuni bilmadim. 2 million won olinglar maksimum. Bo'lmasa shu yerda qancha jarima chiqqanini aniqlab beradi, bir yo'l to'liq o'qib kelasizlar dedi. U 2 million won jarima kerak til kursiga kelgan o'quvchilar. Juda qiyin-da. Masalan, har kun chiqadi, o'zini yemoq-ichmoq xorini bor, xarajatlari bor. U boshqa, masalan, ko'chada ba'zi o'quvchilar masalan har kuni ham ishlay olmaydi-da. Masalan, har kuni ishlasang bo'ladi-yu, Tekpega chiqib kechqurun bo'lar ekan, darsingga ta'sir qilmaydi ekan, u siz bo'ladi. Lekin u har kuni chiqish, u uyqusiz yurish o'ylaylar, u qiyin. Masalan, 2 kun uxlamasangiz o'zingiz miyangiz qancha bo'lib qoladi, qatib qoladi-yu, gapira olmay, hattoki umuman ishlamay qoladi-yu. Masalan, shunday. Masalan, Tekpega men o'zimda kechqurun 4larda Tekpega ketamiz, masalan, Tekpega chiqqan kunlar. Ertalab shu Tekpeda qancha bo'lishiga qarab turib, masalan, 7dan boshlab 10 gacha bo'ladi-da, ertalabga. Kechqurun 6-5larda boshlanib turib, 10larda shu tugash bilan ham keyin haftadan keyin dars bo'lgan, darsga boramiz. Undan keyin darsdan chiqib turib yana uyga kelib, qorin to'g'izib yana Tekpe. Unda yashab bo'lmaydi ekan. Men o'zimda bo'lgan maksimum Tekpega 4 kun chiqqanman, uyqusiz yurganman. To'g'ri, yo'lda 2 soat uxlab olasizmi? Yo'l 1 soatda, yo'lda o'zi 1 soatda. 1 soat borishga, 1 soat qaytishga uxlab olasizmi? Tekpeda o'zi albatta 45 minut bo'ladi. Qanday o'tganini bilmay qolasizlar. U uxlashga vaqt olmaydi. Darsga borib uxlasang bo'ladi. Endi ba'zi ustozlar tushunadi, to'g'ri. Uxlashga hali nima sharoit yaratib beradi. Lekin ba'zi ustozlar uxlayotgan joyingizda o'g'atib tur, darsga qarab o'tir. Bo'lmasa, O'zbekistonga jo'natib yuboraman deb shunday hali jahlingizni chiqaradi. Shuning uchun o'zingizlar o'ylab, yaxshi qaror qabul qilib, iloji boricha yaxshi viza turiga kelishinglar tavsiya qilaman. Masalan, men bilan kelgan tanishlarim ham, masalan, meni qo'shnim magistraturaga kelgan, bakalavriat O'zbekistonda o'qib turib magistraturaga kelgan. Hatto go'sht zavodida ishlaydi. Turklar asosan halol go'sht Janubiy Koreyaga chiqarib tarqatishadi. Shunday go'sht omborida ishlaydi. Yaxshi, hali bola qiynalmadi boshlanishda. To'g'ri, hali tildan ishda qiynaldi, lekin to'g'ri, turk tili, turklar bilan asosan ishlagani uchun muloqotda unchalik qiynalmayapti. U bola ingliz tili bilan kelgani uchun shunchalik bemalol yuribdi. Shuning uchun biroz til o'rganib, Janubiy Koreyaga kelishinglarni tavsiya qilaman. Shunday. U masalan boshqa viza turlari bor, masalan E9 ishchi viza. Ishchi viza ham rosa qulay ekan, to'g'ri. Hamma tomonlama zo'r ekan. Masalan, shularga kelishinglarni tavsiya qilaman. Shu bilan videomiz tamom. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Anika Sevyarabon